Ishoning, mazasi og'izda qoladigan uголокni yo'lda qoldiradigan tabakalarni hozir birgalashib tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi kichkina tovuqlar, ya'ni jo'jachalar. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, kerak emas bo'lgan joylarini olib tashlaymiz va o'rtasidan shunaqa pichoq yordamida kesib, mana shunaqa oralarini ochib olamiz va yaxshilab yuvib tozalaymiz. Endi bu kichkina asalchalarga yaxshilab orqa oldini tuzlaymiz. Men yana ham mazali bo'lish uchun paprika qilib yubordim. Bu xohishga ko'ra. Ularni qizib turgan yog'imizda orqa oldini xuddi shunaqa qilib qizdirib, ozgina dimlab olamiz. Ya'ni ham sochnoy bo'lishi uchun. Tovuqimiz qizarib dimlanib turguncha idishimizga suv solib, maydalangan chesnok, paprika qo'shib yaxshilab aralashtiramiz va qo'rilgan tovuqlarimizni ustiga va orqasiga yaxshilab shu suvni surtib chiqamiz. Endi qozonimizning tagiga sariyog' va jo'jalarimizni birin-ketinlik bilan solib, ora-oralariga sariyog' va ustidan suvimizni solib, dimlashga olib qo'yamiz. Tabakamiz tayyor bo'lguncha suv, shakar, tuz, chesnok, tomat bir qoshiq, ukropni solib, tomatni sokini ham tayyorlab qo'yamiz. Qarabsizki, yarim soatga qolmasdan sochnoy bo'ladigan tabakalarimiz tayyor. Bu retseptni albatta saqlab olib, like bosishni unutmang.